Eslaysizmi, negadir yoshligimizda kuz faslida ko'p yomg'ir yog'ardi. Kuz kelyapti desa biz shubhasiz soyabon va yomg'ir o'tmaydigan kiyimlarimizni, oyoq kiyimlarimizni tayyorlab qo'yardik. Negadir so'nggi yillarda na kuzda, na bahorda, hattoki qishda ham qor tugul yomg'irni deyarli his qilmayapmiz. Kuz, qish va bahor oylari o'z faslidan go'yoki tarovatini, xususiyatini yo'qotib qo'yganday. Kuz va qish oylarining yog'ingarchiliksiz o'tishi bizga 3 ta jiddiy salbiy ta'sirni ko'rsatadi. Birinchisi, yog'ingarchilik kamaysa, tabiatda va havoda chang, ifloslik va shuning bilan birgalikda zararli moddalar ko'payadi va bu bevosita insonda turli xil allergik kasalliklar keltirib chiqarishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, yog'ingarchiliksiz kelgan kuz, qish va bahor oylari bizning suv omborlarimizdagi suv zaxiralarining kamayishiga ta'sir o'tkazadi. Bu degani Orol dengizi deyarli qurib bo'lgan va dengizdan anchagina uzoqda joylashgan O'zbekiston kabi vatanimizning suvsizlikda qurg'oqchilikka qarab ketayotganiga sabab bo'ladi. Va nihoyat, uchinchisi, agar kuz, qish oylarida yog'ingarchilik kamaysa, o'z-o'zidan sug'oriladigan yerlarimiz uchun suvlar kamayadi. Bu esa dehqonchilik, bog'dorchilik va chorvachilikka jiddiy xavf tug'diradi. Demak, biz yog'ingarchiliksiz qolsak, 3 ta jiddiy zararni ko'rish bilan birgalikda hattoki ichadigan suvga ham zor bo'lib qolishimiz aniq. Buni oldini olish uchun mamlakatimizning yetuk olimlari, geologlari, gidrologlari, ekologlari jiddiy harakatlarni qilib, ilmiy izlanishlar olib borayotganligi aniq. Gidrolog, ekologlarimiz qanday harakat qilayotgan bo'lsa, musulmon inson sifatida biz ham shunday harakat qilishimiz shart. Ya'ni avvalo duo qilishimiz. Ya'ni Alloh taolodan bizga yomg'ir yog'dirishini, suvimiz mo'l-ko'l bo'lishligini, dehqonchilik va bog'dorchiligimizga, chorvachiliklarimizga baraka berishini so'rab, o'tinib, yolvorib duo qilishimiz shart. Biz suvni tejab ishlatishimiz lozim. Bugun biz hech tap tortmasdan jo'mraklardan, tahorat qilishda, cho'milishda, mashinamizni yuvishda va hech qanday sabablarsiz ham suvni shunchaki oqizayotganimizda, uni isrof qilayotganimizda buning uvoli tutishligini o'ylashimiz, his qilishimiz shart. Yo'qsa shu yarim litr suv bizga oltindan qimmatga aylanishi mumkin. Bir tafakkur qilib harakatimizni qilaylik.